Beshariqda katta tezlikda ketayotgan Nexia 2 avtomashinasi va yo'lni kesib o'tayotgan velosipedchi to'qnashuvi natijasida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Sudlanuvchi o'zini boshqaruvida bo'lgan Nexia 2 rusumli avtomashinasini Beshariq tumanidagi Beshariq-Tovul yo'nalishida katta tezlikda boshqarib, amaldagi yo'l harakati qoidalarining 11-bandi G kichik band va 77-modda talablarini qo'pol ravishda buzib, avtomobil yo'lini velosipedda kesib o'tayotgan 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan Sulton Mahmudovni avtomashinasining old qismi bilan urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada voyaga yetmagan velosipedchi hayot uchun nomutanosib og'ir tan jarohatlari olib, tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan va ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay vafot etgan. Sud avtotexnik ekspertizasining xulosasida Nexia 2 avtomashinasining yo'lda qolgan tormoz izi orqali aniqlangan harakat tezligi 124,6 km/soatni tashkil etgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan yuritilgan jinoyat ishi Beshariq tumani sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining 266-modda 2-qismi bilan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Agarda haydovchi tezlikni cheklangan 70 km/soatdan oshirmaganida, velosipedchi yo'lni kesib o'tish qoidasiga amal qilganida, balki yuqoridagi ayanchli avtohalokat sodir etilmagan bo'larmidi? Xulosa o'zingizdan. Islom Nishonov, Farg'onadan.